Prezidentimizning 2026-yil 5-fevralda qabul qilingan 2026-yilda hududlarni yangicha yondashuvlar asosida rivojlantirish orqali aholi daromadini oshirish, barqaror ish o'rinlarini yaratish hamda kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan Koson tumanida 26 ta ehtiyojmand oilalar xonadonlari ta'mirlash rejasiga kiritilgan. Mahalla yettiligi xulosasiga asosan ijtimoiy reyestrdagi birinchi guruh nogironligi bo'lgan va mehnatga layoqatli a'zosi bo'lmagan oilalar xonadonlarining devor va tomlarini izolyatsiya qilish, energiya tejamkor deraza va eshik hamda quyosh panellari yoki geliokollektor o'rnatish ishlari amalga oshirib kelinmoqda. Ijtimoiy reyestrdagi oilalarning birinchi guruh nogironligi bo'lgan, oila tarkibida boshqa mehnatga layoqatli oila a'zolari bo'lmagan xonadonlarni energiya tejamkor qilib ta'mirlash belgilangan. Shu jumladan Qashqadaryo viloyatida ham birinchi va ikkinchi bosqichlarda 359 ta xonadon Ijtimoiy himoya milliy agentligining joylaridagi ijtimoiy xodimlari va mahalla yettiligining xulosasiga asosan ta'mirlanadigan xonadonlar ro'yxati shakllantirib olindi. Shakllantirilgan ro'yxatlar tuman shahar xalq deputatlari kengashining deputatlari tomonidan o'rganilib chiqilib, sessiyalarda ko'rib chiqilib, tuman shahar xalq deputatlari kengashlarining qarorlari chiqarildi va ushbu xonadonlarda energiya tejamkor qilib ta'mirlash ishlari boshlandi. Hozirgi kunda Qashqadaryo viloyati miqyosida 230 ta xonadonda ta'mirlash ishlari olib borilyapti. Ushbu ta'mirlash ishlari olib borilayotgan xonadonlardan 28 tasi bugungi kunda foydalanishga topshirilib, nogironligi bo'lgan shaxslarga barcha qulayliklar yaratib berildi. Ushbu qilayotgan ishlarimizdan asosiy maqsadimiz nogironligi bo'lgan shaxslar o'z xonadonida energiya tejamkor vositalardan foydalangan holda energiya sarfini kamaytirish, xonadonlarni qishda issiq, yozda salqin qilib saqlash imkoniyatini yaratishdir. 42 yoshli Shavkat Aminov Koson tumanining Qo'ybog' mahallasida yashaydi. 2 nafar farzandi bor. Yoshligidagi baxtsiz hodisa tufayli birinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar ro'yxatiga kiritilgan. Oiladagi daromad, nogironlik nafaqasi va bolalar nafaqasi. Uyining ta'mirlab berilishi orqali uning ham turmush sharoiti ancha yaxshilandi. 1 million 100 pensiyam bilan bunday ish qilish rejam bo'yicha men bu ishni qila olmasdim. Bu ishni qilish orzu o'tdi. Bo'lmasa o'tiraylik uyga, qachon topshan qilaygan bizda deb orzu qilib. Hammaning kayfiyati zo'r. Mana bayram oldiga katta bayram bo'ldi bizga. Bularning ustiga shu prezidentimiz turibdi. Shular tufayli shuncha narsa bo'lyapti. Qanaqa shuncha narsa bo'ldi, odam xursand, mazza qilib yashaymiz. Davlatimiz shuncha yordam qilyapti, endi davlatimizga ham shu bolamni, o'g'limni nasib bo'lsa, shu elimizga, yurtimizga, shu O'zbekistonimizga foydasi tegsa qancha kim nechtalar xursand bo'ladi. Nurali Aminov ham birinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar ro'yxatida turadi. 3 nafar voyaga yetmagan farzandlari bor. Uning ham xonadoni ta'mirlab berildi. Prezidentimizning bu xayrli tashabbusi va e'tibori bugun nafaqat ushbu fuqarolar, balki ularning oilalariga ham katta quvonch bag'ishlamoqda. Bu esa yurtimizda inson qadri ulug' ekanligidan dalolatdir. 9 yoshlarimda shu darvozadan yiqilib tushganman. Keyin sekin-sekin imkoniyatim cheklanib qolgan. Farzandlarim 3 nafar. Hurmatli prezidentimizning qarorlari bilan bizdan xonadonlar ta'mirlab berib ketildi. Mana shu Qurbon hayiti oldi, bizga juda ham bir katta sovg'a bo'ldi. Mablag' davlat tomonidan shunday mablag' ajratmasa, men kamiga bir 25 yil, 30 yil o'g'lim katta bo'lgandan keyin o'zi bir o'qib, ishlab sharoit qilishi mumkin, lekin men bunday sharoit qila olmasdim. E'tibor juda ham katta. Prezidentimiz hech qaysi bir nogiron chetda qolmaydi. To'g'risini aytsam, haqiqatan prezidentimiz mana shu mehrlarini sezonimiz mana shuncha yetib kelyapti. Oldimni tasavvur qilish qiyin edi. Butun dunyo e'tirof qilyapti. Misol uchun bu yaqin arada shu birov ishonmagan, shunday o'zgarishlar bo'lsa ishonmagan. Shaxsan o'zim ham ishonmaganman. Mana shunday o'zgarishlar bo'ldi, amalda bo'lyapti-da bu. Ma'lumot uchun Qashqadaryoda 359 ta ehtiyojmand oilalarning xonadonlari ta'mirlab berilishi rejalashtirilgan. Amalga oshilayotgan bu kabi ezgu ishlar yuzlab oilalarga xursandchilik olib kirib, farovonlikni oshirishga xizmat qilmoqda.